Voy, maktab paytida stiloyda mana shunaqa bo'lchkalar bo'lardi. Gummaxonimni yangi filialdan ajoyib yangilik, endi sergili bo'lchkalarni ham tayyorlashni yo'lga qo'yishibdi. Agar siz ham maktab paytingizga qaytmoqchi bo'lsangiz, bir marta bo'lsa ham mana shu bo'lchkadan yeb ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bu yoqda bo'lchkalarni har xillaridan bor ekan. Men ham o'zimga assortiment yig'ib olib joylashib oldim. Bo'lchkalarni yeb ko'rishdan oldin limon his sharbatimdan ichib oldim. Keyin birin-ketin yeyishni boshladim. Wow, bunaqa mazani men maktabda sinfdoshlarim bilan birga katta tanaffus payti stoloyga tushganimizda his qilgan edim. Bu mazali bo'lgan bo'lchkalar meni yana bir marta o'sha davrga qaytardi. Gummaxonimni bilgan biladi. Ozoda va toza joyda sifatli mahsulotlar bilan qo'li shirin xodimlar tomonidan tayyorlanadi. Xonimlarning xamiri yupqa, ingichka qilib yoyilganidan mazasi shirinligidan yegan sari yegizni keltiradi. Gumma, kartoshkali va sosiskali pirojkalari ham ulardan qolishmagan holda toza joyda o'zimizda mesli mahsulotlar orqali tayyorlanadi. Eng zo'r tarafi Gummaxonimni hamma filiallarida non, choy va qand mutlaqo bepulga beriladi. Gummaning mazasi boshqa joylarnikiga qaraganda ancha yaxshiligini sizlar ham bilsanglar kerak. O'zi Gummaxonimdan yeb turasizlarmi? Kommentariyada yozib keting. Kartoshkali pirojkani mazasi prosta top. Nonga sariyog' surib yeganingizni his qilib yevoraverasiz. Sosiskali pirojkani ham mazasi ulardan qolishmaydi. Xonimnikini gapirmasa ham bo'ladi. Og'zingizga solasiz, chaynamasdan yutasiz. Haqiqiy bozor xonimi. Yangi ochilgan bu filialda ham kelib bemalol o'tirib ovqatlanishingiz uchun sharoitlar yetarlicha qilib qo'yishgan. Ish vaqti 24:07. Manzil Sergeli yarmarka shunday korzinkani ro'parasida joylashgan, aniq lokatsiya Telegram kanalida.